Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Aziz birodarlar, bugungi mavzuyimiz o'tgan safar darsimizda Sulaymon alayhissalomning qissasini aytib, jinlarga to'xtalib qolgandik. Shuning uchun jinlar haqida, jinlar olami haqida bugun suhbatlashaylik. Bir ma'lumotga ega bo'lsak, o'ylaymanki, foydadan xoli emas. Avvalo, jin so'zi janna so'zidan olingan ekan. Buni arablarda homilani ichidagi embrionni janin deb aytadilar. Ya'ni ko'zi ko'rinmaganligi uchun. Yoki bo'lmasa jannat so'zi. Jannat so'zi yerni ustini daraxtlar qoplab qo'ygan bo'lsa, qalin daraxtlar, yerni yuzi ko'rinmayotgan bo'lsa, shuni jannat deyiladi. Ya'ni jin so'zi shundan olingan bo'lib, ko'zga ko'rinmas olam degan ma'noni anglatadi. Alloh subhanahu va taolo bularni o'tdan yaratdi. O'tgangi darsimizda buni tanishib o'tdik. Malaikalarni nurdan, insonlarni loydan, sopoldan, jinlarni o'tdan yaratdi. Zero iblis alayhi la'na ham Alloh taologa takabburlik qilganda xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin degan. Meni o'tdan yaratgansan, buni loydan yaratding-ku dedi. Jinlarda jins bo'ladi. Erkak va ayol jinsi bo'ladi. Malaikalardan farqli o'laroq. Malaikalarda jins bo'lmaydi dedik. Ularda erkak, ayol bo'lmaydi, balki ularda xitob qilinganda, payg'ambar alayhisalomga namoyon bo'lganda, ular erkak jinsida namoyon bo'lgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda afatattakhidunahu va zurriyatahu awliya'a min duni dedi. Iblisni va uni zurriyotlarini men qolib, ularni o'zingizlarga do'st tutasizlarmi deb aytadi. Mana shu oyat karimadan uni zurriyotlari borligi, erkak ayol jinsi bo'lib, ularda ko'payishlik bor ekanligi tushunamiz. Ba'zi odamlarda mushkullik paydo bo'ladi. Jin, shayton, iblis, uchalasi qanaqa? Uchalasi bitta narsami, uchalasi uch xil narsami? Aziz birodarlar, uchalasi ham bitta narsa. Inson zoti, mana odam jinsi deymiz, inson jinsi deymiz. Xuddi shunga o'xshagan ular ham jinlar jinsi. Shularning ichidan kofirlarini shaytonlar deyiladi. Qanday hamki insonlarning ichidan kofirlarini kofir, musulmonlarni musulmon, mo'min deganimizdek. Jinlarning ichidan kofirlarini shayton deyiladi. Musulmonlarini aslo shayton deyilmaydi. Bularning eng katta otasi iblis. Qanday hamki inson zotining katta otalari Odam alayhissalom bo'lgandek. Demak, uchalasi bitta narsa. Iblis ham, shayton ham o'sha jinlar turkumidan, jinlarning jinsidan. Birinchi darslarimizda aytdikki, Alloh subhanahu va taolo yerga odamni xalifa qilib yaratmoqchi bo'lganda, bu yerda undan oldin istiqomat qilib yashagan jinlarni o'rniga xalifa qildi dedik. Va farishtalar bilan ularning o'rtasida katta jang bo'lgan dedik. Alal oqibat farishtalar ularni orollarga va dengizlarga surib chiqargan. Qit'alarda yashashlikka ularga imkoniyat qo'yilmagan. So'ng qit'alarda yashashga layoqatli bo'lgan joylarni bo'shatib turib, o'rniga insonni, odamni o'rinbosar qilib Alloh taolo yerga tushirdi. Shuning uchun jinlar bizga yer talashmaydi biz bilan ular. Chunki ularni siqib chiqarilgan Allohning amri bilan ular o'zlariga ajratilgan o'sha joylardan bu yoqqa o'tib, bu yerlarda biz bilan yer, joy talashmaydi ular. Lekin ba'zida monelik yo'q. Ular odamlar istiqomat qilayotgan shu qit'alarga kelishlariga, yurishlariga, ba'zi joylarda ular topilishligiga monelik yo'q. Biroq aytganimizdek, asosiy ularning istiqomat joylari, qabilalari bilan, urug'lari bilan yashaydigan joylari orollar va dengizlarda yashaydi ular. Alloh subhanahu va taolo oyat karimada va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi. Men insonlarni va jinni faqatgina o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratganman dedi. Hammasini o'zi uchala sinfni ham, odam farzandini ham, malaikalarni ham va jinlarni ham yaratilishligidagi asosiy maqsad ibodat ekan. Malaikalar bularning ichida eng ulug'i, ularda ma'siyat yo'q, ularda doim itoat, eng ulug'i mukarrami hisoblanadi. Undan keyingi bosqichda odam farzandi turadi, biroq ularda ham ma'siyat, ularda ham savob topilishligi mumkin. Malaikalardan quyi tabaqa, lekin shunga qaralmasdan malaikalarda Alloh taolo
odamdagi fazilat, ilm fazilati uchun ularni bo'ysundirdi, ularni sajda qildirdi. Biroq endi jinlar toifasi, bularda ham mo'minlari bor, bularda ham kofirlari bor, agarki bularning kofirlari ko'proq bo'lsa-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadislarida jinlarni 3 ga toifaga taqsimlaganlar. Bir toifasi havoda uchadiganlari, bir toifasi yerda yuradiganlari. Sudrali yuruvchi ilonga o'xshab ko'rinib ko'zimizga, gohida itga o'xshab ko'rinib, gohida mushukka o'xshab ko'rinib. Har doim ham ko'rgan ilonimiz aslida ilon emas. Har doim ko'chada ko'rgan itimiz aslida it emas. Har doim ham ko'rgan mushugimiz aslida mushuk emas, aziz birodarlar. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kim uyida ilonni ko'rsa, uni o'ldirmasin deganlar. 3 marotaba uni haydash kerak. Agarda chiqib ketmasa, shundan keyingina o'ldirish kerak. Agarda jin bo'lsa, o'shaning ichida chiqib ketib qolar ekan. Yo'qsa, qotillik qilib uni o'ldirib qo'yiladigan bo'lsa, ular qasos olishligi mumkin ekan. Hattoki bu qasos katta darajada, katta miqyosda bo'lib ketishligi mumkin ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan oldin Makkada nubuvvatdan oldin bir voqea bo'lgan. Ka'bani atrofida birovni o'ldirib qo'yishadi. Bu jin bo'ladi. Odam xilqatidagi. Keyin bular jinlarda endi bir balkim sayyidlaridandir, kattalaridandir qasos olib odamlardan o'ldiradi Makkada. So'ng ularga javob o'laroq Makka ahli hammasi tog'u toshga chiqib, toshlarni ko'tarib, tagida ko'ringan narsani, ilonni ham, chayonni ham, kalamushni ham hammasini o'ldirishaveradi. Shunda jinlardan elchilar keladi. Bo'ldi, bas qilaylik urushdi degan. Bu bo'lgan voqea. Demak, qasos olishlik ularda bor. Shuning uchun ularni izinsiz, hattoki ilon shaklida bo'lsa o'ldirib bo'lmaydi, ogoh etmagungacha. Sahobalar aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kunlarning birida kechki payt qazoyi hojatga ketdilar. Biz ko'nglimiz to'q qoldik, Rasululloh qazoyi hojatga ketdilar dedik-da, xotirjam qoldik. Biroq ha deganda kelavermadilar. Biz xavotirga tushishni boshladik. Yahudlar bir Rasulullohga suiqasd qilmadimikin, o'ldirib qo'ymadimikin deb hammamiz tarqalib tunda Rasulullohni istadik, lekin topolmadik. Bu kechadaqa yomon kechani o'tkazmaganmiz. Nahotki Rasulullohdan ayrilib qoldik, nahotki o'ldirib ketishdi, nahotki suiqasd qilishdi. Ertalabga yaqin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keldilar va bo'lgan voqeani aytib berdilar. Jinlar bilan ro'paro bo'lganlarini. Ular elchi bo'lib kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishib, ba'zi bir o'zlariga tegishli bo'lgan ahkomlardan savol-so'roq qilib ketganlarini, o'rganib bilib ketganlarini aytib berdilar. Sahobalarni olib borib payg'ambar alayhisalom jinlarni izlarini ham ko'rsatgan ekanlar o'tirgan joylarida. Ular olov yoqib o'tirgan ekan, gulxanlarini ham ko'rsatgan ekanlar, o'rnalarini. Mana shu yerda o'tirdik, mana shu yerda gaplashdik deb. Ana shu kechada jinlar so'ragan savollarning jumlasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'zlarini yemoq-ichmoqlari haqida so'rashgan, taomlari haqida so'rashgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga ba'zi narsalarni halol qilganlar, ba'zi narsalarni harom qilganlar. Qanday hamki biz odam farzandlariga ba'zi narsalarni yeb ichmoqlik halol, ba'zi narsalarni yeb ichmoqlik harom bo'lgan edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga Allohning nomi zikr etib so'yilgan, ya'ni odamlar tomonidan Allohning nomi zikr etib so'yilgan hayvonlarning suyaklari sizlarga halol dedilar. Bismillah aytilmagan hayvon bo'lsa, uni go'shini musulmonlar yemas ekan. Shuningdek, hayvonlarni musulmonlarga, insonlarga halol qilingan go'shti, hayvonlarni tezaklari sizlarga halol dedi. insonlarga harom qilingan hayvonlarning tezaklarini ularda musulmonlar iste'mol qilmas ekan, harom ekan ularga. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam suyakka, tezakka istinjo qilishlikdan qaytarganlar. Mumkin emas. Suyakka, tezakka istinjo qilishlik jin birodarlaringizning taomidir bu deganlar. Lekin endi bu musulmonlarga nisbatan ahkomlar. Odamlarning ichida musulmon bo'lmaganlari halol haromni farqiga bormaganlaridek, bularni ham kofirlari bu halol haromga rioya qilmaydi. To'ng'izni ham tezagini yo'radi, odamni ham tezagini yo'radi. Va hokazo. Demak, aziz birodarlar, ularda taomlarini haloli bor ekan, ularda haromi bor ekan. Ularda ham o'ziga xos shariat ahkomlari bor ekan, insonlarnikidan ko'ra farqli o'laroq. Ularni shakliga, shamoiliga, xilqatiga yarasha
ba'zi narsalar halol qilingan ekan, ba'zi narsalar ularga harom qilingan ekan. Qizig'i, insonlarga harom qilingan aroq ularga ham harom qilingan ekan. insonlarga harom qilingan qimorga o'xshagan narsalar ularga ham harom qilingan ekan. Aytilishicha, aroqni birinchi bo'lib ixtiro qilgan shayton bo'lar ekan. Shayton birinchi aroqni ixtiro qilgan, so'ng odam farzandiga uqtirgan ekan. Odam ham shunday qilib keyin o'rgangan ekan. Qimorni ham birinchi insonlarga shayton o'rgatgan ekan. Shaytonlarning kofirlari aroqxo'r bo'lar ekan, aroq ichishar ekan ular. Shaytonlarning kofirlari qimorvoz bo'lar ekan. Aziz birodarlar, ular ham bir olam ekanda. Ularda ham jamiyati, ularda ham hayoti bor ekan o'zlariga yarasha. Ularda ham shar'iy ahkomlari. Musulmonlari bilan kofirlarning o'rtasida doimiy jang va jadallar, jihodlar bo'lar ekan ularda ham, aziz birodarlar. Butun bir orollar bo'lar ekan, musulmonlarning yurti bo'lar ekan. Bir orollar bo'lar ekan, kofirlarning yurti bo'lar ekan. Alohida yashashar ekan. Alloh subhanahu va taolo jinlarga bergan xususiyatlari bor. Bu xususiyatlardan biri ko'zimizga ko'rinmaslik. Innahu huwa va qabiluhu yarawnakum min haythu la tarawnahum dedi Alloh taolo. U va uni qabilidagilar jinlar sizlarni ko'rib turadilar, sizlar ko'ra olmagan jihatlarda. Ya'ni sizlar ularni ko'ra olmasanglar, ular sizlarni ko'rib turadi dedilar. Xo'p, endi ular bizni doim ko'rib tursa, biz ularni ko'rmasak qattaligini, uyimizda ham bo'lishi mumkin, ko'rpamizda ham bo'lishi mumkin. Nima qilamiz? Avvalo birinchi buni ehtiyot choralaridan bittasi, uyga kirayotganda bismillah deb kiramiz. Bismillah deb kirsak, shayton eshik tagida qoladi. Agar demasdan kirib ketaveradigan bo'lsak, o'zimiz bilan birga ko'chadan bittasini ilashtirib olib kiraveramiz. Bismillah deb qo'l uzatganimizda ovqatimizga ular yemas ekan. Aytishar ekanki, bu yerda ketdik, bu yerda bizga tunagani joy ham yo'q ekan, bu yerdan bizga yegani ovqat ham yo'q ekan der ekan. Yo agar deyilmasa, bir-birini chaqirar, kelinglar, mayerda yotoq bor ekan, mayerda yemoq bor ekan deb chaqirishar ekan. Hattoki joylarimizda ham bular yotib qolar ekan. Shuning uchun shariatda, aziz birodarlar, hech kim yotmagan xonalarda ko'rpalarni yig'ishtirib qo'yiladi. Ko'rpalar solingan holatda turmaydi, chunki u yerlarda jinlar yotadi. Hech kim yotmaydigan xonalar bor-ku, misol uchun. Qishda ko'chib ketdingiz nari xonaga, yozgacha yashamayapsiz. O'shunda joylarni yig'ishtirib, ko'rpa to'shagini taxlab qo'yib ketiladi. Hattoki tunda ayolingiz bilan bo'lganda ham ular o'sha yerda bo'lishligi mumkin. Shuning uchun pardani ostida yaqinlik qilgan yaxshi deb aytiladi. Shuning uchun jimodan oldin, ayol bilan yaqinlik qilishdan oldin bismillohni aytiladi. E'tibor beringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Sitru ma bayna awrati ibni adama va a'yunil jinni an yaqula bismillah." Odamzotni avrati bilan jinlarning ko'zini o'rtasidagi parda bismillohdir dedi. Bismillohni dedingizmi, parda tushar ekan. Aziz birodarlar, bularni xilqati qanday bo'lardi? Bularni xilqati haqida muayyan gap yo'q. Lekin shariatimizda kelgan manba shuki, bularni shoxi bo'ladi. Shoxi bo'ladi. Bu haqida hadis bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam quyoshni aytganlarida quyosh shaytonning ikki shaqini o'rtasidan ko'tariladi degan. Botayotganda ham. Shuning uchun shaytonga sig'inganlar o'sha paytda ibodat qiladi. Ikki shoxini o'rtasidan ko'tariladi dedilar. Demak, bu hadisdan shaytonlarda shoxi bor mavjudot ekanligini tushunamiz. Bor ma'lumot shu. Undan tashqari qulog'i qancha, burni qancha, bu haqida ma'lumot yo'qligi uchun cheklanamiz. Lekin bularning xilqati bir so'z bilan aytganda yoqimli emas, chiroyli emasligini bilishligimiz o'zi kifoya, aziz birodarlar. Qandayamki farishtalarda qanotlari bo'lgandek, bularda demak nimasi bor ekan? Shoxlari bor ekan. Bularga berilgan xususiyatlarda yana biri har xil shaklga kiradi bular. Qandayamki maloikalar har xil shaklga kira olgandek, bular ham har xil shaklga, xolasa jonli narsani shakliga kirib oladi, xolasa jonsiz narsani shakliga kirib oladi. Xolasa bir odamni shakliga kirib olishligi mumkin. Xolasa bular uzoq masofalarni soniyalarda kezadi. Qani bular osmonga chiqib vahiyni nima qilishgan? Kunlik taqdirotdan bular o'qib tushgan. O'qib tushib o'zlarini avliyolariga, baxshilariga aytishgan. Bular soniyalarda, daqiqalarda Amerikaga borib keladi. Samolyot kerak emas bular.
o'zlari borib kelishaveradi. Bularda shunday xususiyat, imkoniyat berilgan bularga. Yaratgan haq subhanahu va taolo tomonidan. Xo'p, aziz birodarlar, demak bularda inson zotida bo'lmagan mana shu tariqa, mana shu kabi xususiyatlari bor bularda. Gohida odam shakliga kirib oladi dedik. Odam shakliga kirib, bular odamzodga ko'p narsalarni o'rgatar ekan bular. Yomon narsalarni o'rgatar ekan. Mana tarixdan Rasulullohning siratlaridan ikkita bir misolni keltiramiz. O'zlaringizga ma'lumki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka da da'vat qildilar. Boshida 3 yil yashirin da'vat qildilar, so'ng 10 yil oshkor da'vat qildilar. Oxiri Makka mushriklari Payg'ambar alayhisalomni to'xtata olmaganlaridan keyin oxiri o'ldirib qutulaylik deydi. Dorun Nadvada o'tirib bular maslahat qilishdi. Qanday qilamiz endi? O'ldirib qo'ysak hozir Banu Hoshim bizga dushman bo'lib qoladi. Quvib chiqarsak boshqa yerga borib joy topib oladi-da, atrofiga odam yig'ib baribir yana keladi. Nima qilamiz deb turganlarida shunda Iblis alayhillani bir Najd tomonlik oqsoqolni suratda kirib kelar ekan. Majlisga aytar ekan, men Najd tomonlardan keldim. Najd hozirgi mana bu Qasim, Riyos poytaxt tomonlarda aytadi. Najd tomonlardan keldim. Men palon qabiladanman. Sizlarda bir maslahatinglarga qo'shilib qoldim. Menda bir fikr bor der ekan. Hozir bitta qabila o'ldirsa, Banu Hoshim unga dushman bo'lib qolib, urush bo'lib ketadi. Sizlar butun arablardan har bir qabilasidan bittadan odam yig'inglar der ekan. Yamoma tomondan, Najd tomondan, Yammomadan bitta odam olib kelinglar, yo bitta yigit jo'natdinglar. G'otafondan bittani olib kelinglar, Toifdan, Saqifdan bittani olib kelinglar. Butun arablardan bitta-bittadan odam to'plab, so'ng hammasi kirib bitta zarba bilan o'ldirsa, Banu Hoshim Muhammad to'rig'i butun arablarga bas kela olmaydi degan ekan. Mana fikr bo'pti, oqsoqol rahmat deb buni fikriga kirib, o'sha maqsadda keyin bular siratda ma'lum bo'lgandek, Rasulullohning eshigini tagiga har bir qabiladan bittadan bolani bular jamladi. Kirishdi Rasulullohni o'ldirmoqchi bo'lib. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni Alloh saqlagan edi, oldinroq bildirib qo'ygan edi. Eshikni tagida ular tayyorlanib turganlarida eshikni ochib, bittama-bitta boshini ustidan Aj'alna min bayni aydihim sadda va min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun deb oyatlarni o'qib boshiga qumchachib chiqib ketgandilar. O'rinlarida Ali roziyallohu anhu qolgan edi. Demak shu biz siratda o'qigan o'sha voqeani o'rgatgan hiylagar nayrangchi aslida iblis edi. Badr g'azotida ham Abu Sufyon karvonni eson-omon olib qochib ketdi boshqa yo'l bilan. Muhammad alayhisalom payg'ambarimiz ashablar bilan yeta olmadilar karvonga. Abu Sufyon yana chopar jo'natdi. Bo'ldi, biz karvonni eson-omon olib ketdik-ku, urushga hojat yo'q, sizlar ham qaytaveringlar deb Makkaliklarga elchi yubordi. Chopar yubordi. Lekin ular fikrlaridan qaytib ketmoqchi bo'lib turgan paytlarida Iblis alayhinnani Suroqat ibn Malikni suratda kelar ekan. Suroqat ibn Malikni suratda kelib, la g'oliba lakumul yawma va inni jarul lakum. Bugun endi yengasizlar. Bugun Muhammadni masalasini hal qilib chechib qo'yamiz. Hech kim bugun sizlardan g'olib bo'lmaydi. Mana men qavmim bilan sizlar tomonidan yordamga chiqaman deb Suroqat ibn Malikni suratda kelar ekan. Alloh taolo bu voqeani Qur'oni Karimda shunday tasvirlagan. Va qala la g'oliba lakumul yawm va inni jarul lakum falamma tara al-fi'atani nakasa ala aqibay. Lekin ikki toifa bir-biriga jang maydonida ro'para bo'lganda Iblis alayhillani orqaga qarab qochdi va aytdiki, inni ara ma la tarawun. Men ko'rib turgan narsalarni sizlar ko'rmayapsizlar dedi. U nimani ko'rgandi? 5000 ta farishtani ko'rgandi. Jabroil 1000 tasi bilan, Mikoil 1000 tasi bilan, Isrofil 1000 tasi bilan, Azroil 1000 tasi bilan 5000 farishta qilishni yalang'ochlab tog'dan tushib kelayotgandi ular. Iblis va shayton uni mo'minlarning ustida hukmronligi yo'q. Taqvodor mo'minlarning ustiga hukmron bo'la olmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdiki, inna ibadi laysa laka alayhim sulton illa man ittaba'aka minal g'awin dedi. Meni mo'min bandalarimni ustida seni hukmronliging yo'q. Faqatgina illo kim senga ergashsa, o'shini ustida hukmronsan dedi. Boshqa bir oyat karimada innahu laysa lahu sultonun illa alallazina amanu va ala robbihim yatawakkalun dedi. Robbilariga iymon keltirgan va unga tavakkul qilgan bandalarimiz ustida
shaytonni sultonligi yo'q dedi, ya'ni hukmronligi yo'q dedi. Hozir nimaga ko'pchilikni jin urib ketyapti, ichiga kirib olyapti, nimaga har xil betob qilyapti, kasal qilyapti? Chunki odamlar shaytonning yo'liga yurib ketgan hamma. Har bir xonadonda musiqa, har bir xonadonda ashula va hokazo har bir xonadonda uni nangrangi borki, odamlar buni hukmronligining ostiga tushib qolgan. Har bir uyda televizor, har bir uyda YouTube, TikTok. Shuning uchun buni hukmronligi ko'pchilikning ustida. Lekin hozir ham mo'minlarning ustida bu hukmron bo'la olmaydi. Rivoyat qilinishicha, bir daraxt bo'lgan ekan. Shu daraxtga odamlar sig'inar ekanda, bor qurbonlik qilib. Bir mo'min inson Alloh uchun g'ayrat qilibdi-da, shu daraxtni men kesib tashlayman deb borib, boltasini ko'tarib borsa, o'shaning tagida o'tirgan haligi sadana shayx, "Ey illo billo, kesmaysan" debdi. U shayton edi u. "Kesmaysan, men seni kestirmayman" debdi. Oxiri urushib haligini yengib bo'g'ib, "Seni ham qo'shib o'ltiraman kerak bo'lsa" debdi haligi odam. Shunda haligi iblis odam qiyofasidagi shayx bo'lib duo qilib o'tirgan. Aytibdiki, kuniga 2 dinordan beraman debdi. Dinor endi katta pul. Kuniga 2 dinordan beraman deb o'ldirmasang debdi. Ha bo'pti debdi. Qanday berasan desa, har kuni ertaman turganida yostiqning tagida 2 dinor bo'ladi debdi. Ertasiga turib yostiq tagini qarasa 2 dinor turibdi. Yap. Maza qilib mayda-chuydani qilibdi bola chaqasi bilan. Ertasiga tursa yana, indiniga tursa, bir hafta 2 dinordan olaveribdi. 8-kuni qarasa yostiq tagida hech narsa yo'q ekan. Keyin boltasini ko'tarib yana kelibdi, "Meni oldabsan sen" deb. Desa, yana urushib ketibdi ikkalasi. Bitta chalib haligi shayton buni ontarib ustiga minibdi. "Endi seni o'ldiraman" debdi. Desa, "Bo'pti, bitta so'rovim bor" deb. "O'tgan safar osonlarcha men yenguvdim. Endi sen meni yengib qo'yding. Sababi nima?" desa, "O'tgan safar sen musulmon holda Allohga tavakkul qilib, Alloh uchun keluvding. Shuning uchun men seni yenga olmaganman. Keyin sen meni tuzog'imga tushding. Meni qo'limdan yeding. Shuning uchun men seni osongina endi yengaman" degan ekan. Qissadan qissa mo'min insonga bular hukmron emas. Qanday shaklda bo'lmasin, hukmron bo'la olmaydi. Demak, aziz birodarlar, musulmon kishining qo'rg'oni bo'lish kerak. Ularga qarshi. Shu qo'rg'onlar zikrdan iborat bo'ladi. Allohning nomidan iborat bo'ladi. Bu qo'rg'ondan bu shayton hech qachon iblis alayhinlarni xatlab oshib o'ta olmas ekan. Lekin kimdaki shu qo'rg'on yo'q bo'lsa, u darvozasi ochiq ekan. Xohlagan tarzda bo'yniga minib olar ekan, xohlagan tarzda uni adashtirib o'zini ko'yiga solar ekan, aziz birodarlar. Ana o'sha qo'rg'onlardan bittasi Oyatul Kursi, aziz birodarlar. Oyatul Kursi. Mashhur bir hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zamonlarida zakot yig'ildi. So'ng unga bir qo'riqchini qo'yib, Abu Hurayra roziyallohu anhu ni tayinlashdi. Siz shunga qo'riqchilik qilib, birov olib ketib qolmasin. Kechqurun soqchilik qilib zakotga kelgan mol-mulklarni qo'riqlab tursalar, birov keldida ozgina bir chekasidan olib qochmoqchi bo'ldi. Abu Hurayra ushlab oldi. "Illa billah, qo'yvargin, men qo'lim yuqqa odamman, endi bir ozgina olay dedim, bola chaqam och." Abu Hurayra rahim qildilar-da, qo'yvardilar. Ertaman bomdodga chiqqanlarida namozda masjidda Payg'ambar alayhisalom, "Ey Abu Hurayra, kechagi tunda sohibingiz nima qildi?" dedi. Rasululloh bilganlar endi vahiy orqali. "Ya Rasululloh, ushlab oldim, shunaqa yalinib turib oldi, qo'yvardim-da." Ertasiga yana xuddi shu voqea, yana ushlab oldi qo'li bilan. So'radi, yana bahona qildi. "Endi qizlarim bor, bolalarim bor, qo'yvermasam bo'lmaydi, hammasi och, nochor." Abu Hurayra roziyallohu anhu yana qo'yverdilar. Rasululloh ertasiga bomdod namozida yana so'radilar, "Ya Abu Hurayra, tunda sohibingiz nima dedi?" "Ya Rasululloh, yana shunday bo'ldi." Har safar aytganida Rasululloh aytib qo'yar ekanlar. Yolg'on aytayapti, u yana keladi deb qo'yar ekanlar. 3-kuni ham keldi. 3-kuni ham ushlab olib, yana bahona qilib, ko'ziga yosh olib, shunaqa qilyapti-da. Abu Hurayra aytdi, "Endi kechirman, endi olib boraman seni. Sen qo'lingdan yetalab Rasulullohning oldiga olib borib, endi bahonang o'tmaydi" dedi. Xullas kalom shunda haligi odam aytdiki, "Men senga shunday bir so'zlarni o'rgatamanki, agar qo'yib yuborsang, senga foydali bo'lgan" dedi. Abu Hurayra roziyallohu anhu ilmga chanqoq inson edilar. Ilmga qiziqdilar deb o'rgat menga dedilar. Shunda aytdilar, "Har kuni ertamanda Oyatul Kursini o'qisang, tungacha shayton senga yaqinlamaydi. Har kuni kech payt Oyatul Kursini o'qisang, tonggacha shayton senga yaqinlamaydi." Ertalab bo'ldi, bomdod namozidan keyin Payg'ambar alayhisalom odatiga muvofiq, "Abu Hurayra, nima bo'ldi kechqurun? Sohibingiz nima dedi?" dedi.
bo'lgan voqeani aytib berdilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, sadaqaka va huva kadhub. U yolg'onchi, kazzob, to'g'ri aytibdi dedilar. U shayton edi dedilar. Demak, mana bu hadisimizda o'sha insonga ozor berishi mumkin bo'lgan, yo'ldan ozdirishi mumkin bo'lgan shaytonni o'zini tili bilan, iqrori bilan agarda shu oyatul kursiy o'qilsa, insonga tunda o'qilsa tonggacha, tongda o'qilsa tungacha yaqinlamasligini xabari keldi. Mana shu kabi qo'rg'onlar bilan aziz birodarlar, qo'rg'onlanib yuradigan bo'lsak, shayton va uni askarlarini aslo ustimizda hukmronligi bo'lmas ekan. Bular har qancha kuchli bo'lmasin, har qancha savlatli bo'lmasin, qancha bir imkoniyatlarga egador bo'lmasin, ular baribir insonda oldida, mo'min kishini oldida ojiz ekan. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama va huwas-samiul basir deb Allohning nomini aytsangiz, osmonlar va yerdagi biror narsa uni nomi tilga olinsa, zarar bera olmaydigan o'sha zotning nomi bilan deb aytiladigan bo'lsa, shu bilan yotiladigan bo'lsa, inshaalloh bu hech qanday insonga sultonligi ustida hukmronligi yo'q ekan.